Siz nima deb o'ylaysiz? Agar Ben o'lganiga qaramay 3-qismda qaytib kelish kerak ekan deb aytsam. Ushbu videoda men Andrew Garfieldning o'rgimchak odamini ikkalov qismini to'liq tahlil qilaman va oxirida bonus bo'ladi. Sony biz uchun rejalashtirgan, lekin hech qachon suratga olinmagan 3-qismi haqida ham gaplashamiz. Qulayroq joylashib oling va videoni oxirigacha ko'ring. Hello, Uzbekistan! It is me, Sean Gunn. You may know me as Kraglin from the Guardians of the Galaxy movies or Rocket from the Marvel Universe. I was also Weasel in the Suicide Squad and Creature Commandos and G.I. Robot. I was Kirk on Gilmore Girls, if you've ever seen that. I've done a whole lot of stuff, and I would love to meet you all in Tashkent at Comic-Con Tashkent. I will be there. Come, we'll hang out. I'll sign autographs, we'll take pictures. And you can tell me all about what life in Uzbekistan is about. It's going to be totally Zor, you guys. I mean, it's really, believe me, it's going to be awesome. All right, Korishamiz! If I can for sure. Bunaqa voqea hayotda bir marta bo'ladi. Galaktika qo'riqchilari filmdagi Kraglin va Raketa va DC kino olamida Maxwell Lord rolini o'ynaydigan inson 10-avgust kuni O'zbekistonga keladi. Sean Gunn biz tayyorlagan yagona katta yulduz emas. Ikkinchi yulduzni biz narxlar oshganidan keyin, ya'ni 9-iyundan so'ng e'lon qilamiz. Shunday ekan, shoshiling. Chiptalarni comiccon.uz va iticket.uz saytlarida sotib olishingiz mumkin. Film boshida biz o'rgimchakning bolani chizmasini ko'ramiz. Ehtimol otasi har doim o'rgimchaklar ustidan ishlagani sababli Peterda ular bilan alohida aloqa bo'lgan. Peter o'z kostyumining logotipini otasining kabinetida o'lik o'rgimchakni ko'rib ilhomlangan holda o'ylab topgan. Biz Ben amakaning bowling bo'yicha ko'plab kubiklarini ko'ramiz. Sam Raimi trilogiyasida ham bowling trofeylarini ko'rish mumkin edi. Ehtimol ular ham Ben amakiga tegishli edi. Qizig'i shundaki, komikslarda u bowling o'yinchisi bo'lgani aytilmagan. Lekin filmlarda ehtimol amaki Ben bowlingda juda zo'r. Peterning xonasida Donald Gloverning rasmi bor. Bu aktyor Marvel kino olamida Bradyaga rolini ijro etgan. Eng muhimi, bu aktyor tufayli Miles Morales yangi o'rgimchak odam yaratilgan. 2010-yilda Sony yangi o'rgimchak odam uchun aktyor izlaganda muxlislar Donald for Spider-Man degan hashtagni yaratishdi va hammasi Donald Gloverni bu rolga olishni so'ragan edi. Ehtimol aynan shu sababli Peterning xonasida uning rasmini ko'rish mumkin. Ammo bu situatsiya undan ham zo'roq. Rassom va yozuvchi Brian Michael Bendisning qizi Community serialini tomosha qilayotganida otasidan nimaga o'rgimchak odam qora tanli bo'la olmaydi deb so'radi. Otasi esa nimaga yo'q? Albatta bo'lishi mumkin deb 2011-yilda avgustda Miles Morales nomli yangi o'rgimchak odamni yaratdi va bu personaj juda mashhur va tanilgan qahramonga aylandi. 2018-yilda esa hurmat ramzi sifatida Donald Gloverni aynan shu pijamada animatsion filmda ko'rsatishdi. Filmda Jonah Jameson paydo bo'lmaydi, lekin Daily Bugle bor. Hatto Jonah Jamesonning o'zi ham mavjud. Ikkinchi qismda u Peterga elektron pochta orqali xabarlar yuboradi. Peter internetda ma'lumot qidirayotgan paytida Osborn qayerda degan savol ko'rinadi. Demak, allaqachon birinchi qismda kompaniya rahbari sirli ravishda yo'qolganiga ishora bor. Keyinchalik biz bilamizki, u kasal bo'lib qolgan. Keyinroq internetda Pi hayot degan so'rovni ko'rish mumkin. Ehtimol bu aktyor Irfan Xon bilan bog'liq. U bu filmda o'ynagan va Pi hayotda ham o'ynagan. Oscorpning hayot daraxti tasvirida o'rgimchakdan tashqari Nosorog ham bor va bu albatta Nosorog degan dushmanga ishora. Bu sahnada Peter bilan jang qilayotgan yigit bir paytda qoravoydan oq bo'lib qoldi. Ben amaki Peterga maslahat berayotganida u aslida mashhur kuch bilan katta mas'uliyat ham keladi degan iqtibosini biroz o'zgartirib aytadi. Do'kondagi sotuvchining ismi T-Bone. Komikslarda T-Bone
ko'chadagi gangsterlardan biri bo'lgan. Yana bir g'alati ishora. Cheksizlik urushi filmidagi bu sahnada Andrew Garfieldning Peterga o'xshagan bitta bola paydo bo'ladi va ularning kiyimi ham bir xil. Peter binoning ichiga tushganida u kurashchilar niqoblarini ko'radi va ilhomlanadi. Bundan keyin o'rgimchak odamning maskasini o'ylab topadi. Garchi bu Peter komikslarda yoki Raimi filmlaridagi kabi ringda kurashmagan bo'lsa ham, bu element uning tarixining bir qismiga aylangan. Peter o'zining birinchi sakrashini MetLife binosidan qiladi. Marvel kino olamida bu joyda hassosxo'rlar minorasi joylashgan. Gwenning xonasida Seabiscuit nomli kitobni ko'rish mumkin. Ushbu filmda oldingi o'rgimchak odam Tobey Maguire bosh rolini o'ynagan. Eng qizig'i, aynan shu film suratga olish paytida Tobey Maguire belini jarohatlagan va shu sababli o'rgimchak odam rolini yo'qotish arafasiga kelgan. Sony shundan so'ng Tobey Maguire'ni har doim shu tema bo'yicha kesatgan va bu filmda ham Tobini hali ham kesatishyapti. Tobey Maguire'ning o'rgimchak odamiga yana bitta ishora. Limuzin haydovchisi bu aktyor Michael Papajon. U birinchi filmda Ben amakini o'ldirgan o'g'rilaridan bittasini o'ynagan edi. Kaltakesakning chap qo'lida 5 ta barmoq va bu qo'l odamniki. O'ng qo'lida esa 4 ta barmoq va bu kaltakesakning qo'li va bu juda zo'r detal. Maktab sahnasida kaltakesak yirtilgan holatda ko'rinadi. Bu uning komiks va multfilmlardagi mashhur obraziga ishora. Shundan so'ng esa o'rgimchak odam yaratuvchisi Stan Lee'ning eng zo'r cameo sahnalaridan birini ko'ramiz. Peter Gwenni oynadan tashlavoradi va keyin uni tutadi. Xuddi keyingi filmga tayyorgarlikdek. Film oxirida Gwenning otasi vafot etganida Peter dafn marosimiga keladi. Bu sahna kayfiyat va vizual tarzda Raimining Peter Venom kostyumida bo'lgan sahnani eslatadi. Gwenning so'zlariga ko'ra, hatto Flash Thompson ham otasining dafn marosimiga kelgan. Esingizda bo'lsa, Raimi trilogiyasida ham Flash har doim dafn marosimlariga kelardi. O'rgimchak to'rni tortib o'tadi. Bunday texnika Raimining o'rgimchak odamida ham bo'lgan. PlayStation'dagi o'rgimchak odam 2 o'yinida esa bu texnika asosiy mexanikalardan biriga aylangan. Va albatta Andrew Garfieldning o'rgimchak odamini ITV orqali tomosha qildim. Bu yerda siz ko'plab filmlarni ajoyib sifatda mazza qilib ko'rishingiz mumkin. ITVda xohlagan film, serial va animatsion filmlarni ko'rishingiz mumkin. Telefon, planshet yoki Smart TV orqali tomosha qilish uchun qulay. Eng asosiysi, ITVda ko'plab filmlarni ajoyib o'zbekcha dublyajda topish mumkin. Havola orqali o'ting yoki QR kodni skaner qilib ilovani yuklab oling. Agar siz yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, bor yo'g'i 290 so'mga sinov obunasini oling va eng zo'r kinolar olamiga qo'shiling. Masalan, hozir ITV platformasida Aybsiz serialining premyerasi bo'lib o'tdi. Men ushbu serial premyerasiga bordim va u menga juda ham yoqdi. YouTube'da birinchi qismini bepul tomosha qilishingiz mumkin. Qolgan qismlar esa faqat ITVda eksklyuziv tarzda namoyish etiladi. Shunaqa loyihalar bizning o'zbek kinematografiyasini rivojlantiradi va shunaqa proyektlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki bu loyiha haqiqatan ham sifatli. Titrlar tugagandan keyin biz qorong'ulikdagi bir kishini ko'ramiz. U qamoqxonadagi Dr. Connorsning yoniga keladi. Ikkinchi filmda aynan shu inson yovuz oltilik kostyumlari yonidan o'tadi. Bu inson Gustav Fierce, Marvel komikslaridagi Gentleman laqabli qahramon. U manipulyatsiya ustasi. Komikslarda u Peterning hayotdagi ko'plab tragediyalariga sababchi bo'lgan. Aynan u Peterning ota-onasini o'ldirishni buyurgan va filmda ham ehtimol shu rolni o'ynaydi. Axir Dr. Connors uni taniydi. U yovuz oltilikni Peterga qarshi yig'ishni rejalashtirgan. U hech qachon o'zi jangga qo'shilmaydi. Uning asosiy quroli bu manipulyatsiya. Ikkinchi film soat mexanizmidan boshlanadi va vaqt bu filmning bosh mavzusi. Peter Rino bilan jangda vaqtim kam deydi. Gwenning so'zlariga ko'ra, vaqt bu bizga berilgan eng katta inom. Film oxirida Gwen aynan soatlar minorasida vafot etadi. Chunki Peter uni
qutqarish uchun atigi bir necha soniyani boy beradi. Uning o'limi paytida soat 1:21 ko'rsatadi. 1 ni qo'shsak 121 chiqadi. Komikslarda 121-sonda Gwen Goblin tomonidan ko'prikdan tashlab o'ldirilgan. Peterning ushbu sahnadagi ringtoni 60-yillardagi O'rgimchak odam multfilmining moslashtirilgan musiqasidir. Peter Rina ustidan g'alaba qozonganida uning shimini yechib oladi va uni ichki kiyimida nosorog rasmi bor. Bu uning kelajagiga ishora. Shu ssenada yana bir Stan Lee'ning cameosini ko'ramiz. Elektra tug'ilgan kunini nishonlayotganida uning tortida sariq yashil ranglar va chaqmoqlar ko'rinadi. Bu uning komiksdagi ko'rinishga ishora. Uyga yo'l yo'q filmida sariq chaqmoqlar unda haqiqatdan ham paydo bo'ladi. Peter Jonah Jamesonga surat sotadi va bu pul 1961-yilda katta bo'lardi deb hazillashadi. U bu yilni bekordan eslatmaydi, chunki 1962-yilda O'rgimchak odam komikslarda birinchi marta paydo bo'lgan. Pochta orqali ham ko'rish mumkinki, Peter Oscorpda ishlashga harakat qilgan, lekin rad javobini olgan. Boshqa bir sahnada Peter mashinadan osilib harakatlanadi. Bu Charlie Chaplin uslubini eslatadi. Filmda yana bir qahramon Alistair Smythe bor. Uni ko'pchilik 94-yildagi multfilm orqali eslashi mumkin. Komikslarda u daho muhandis bo'lib, O'rgimchak odamni yo'q qiladigan robotlar ustida ishlagan. Peter va Gwen ajrashgach, Peter uni kuzata boshlaydi. Shu sahnada biz Andrew Garfield va Emma Stone'ning itini cameo sifatida ko'ramiz. Internetda ularning bu itni sayrga olib chiqqan suratlari ko'plab mavjud. Filmda bizga Norman Osborn vafot etganini ko'rsatishadi. Ammo keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Sony uni ham Gwen kabi tiriltirishni rejalashtirilgan. Hammamiz Gwen o'lganda u ko'zini ochadi deb umid qilganmiz. Ammo internetga sizib chiqqan yozishmalarga ko'ra, Sony 3-qismda Gwenni qaytarishni rejalashtirgan. Sony rahbariyatining so'zlariga ko'ra, Emma Stone ijrosidagi Gwen Stacy franshiza uchun juda muhim bo'lgan va uni har qanday yo'l bilan qaytarish kerak edi. 3-filmda Gwenni klon sifatida qaytarish varianti ko'rib chiqilgan. Bu orqali komiksdagi The Clone Saga syujeti ekranlashtirilishi mumkin edi. Bu syujetda Gwenning kloni paydo bo'ladi. U butunlay asl Gwenga o'xshaydi va hattoki uning xotiralari ham bor. Klon o'zini haqiqiy Gwen deb hisoblaydi. Ammo u aslida klon ekanini bilgach, Peterdan ketadi, ismini o'zgartiradi va tinch hayot uchun shaharni tark etadi. Shundan so'ng 616-olamda komikslarda Gwen deyarli umuman ko'rinmaydi. Gwenning klonini esa Miles Warren yaratgan. U komikslarda Shakal nomi bilan tanilgan. Ravencroft institutidagi sahnalarda birda biz Thomas Warren ismli odamga ishora ko'ramiz. Ehtimol bu aynan Miles Warrenga ishora. Komikslarda Miles Warren boshqa O'rgimchak odam yovuzlari bilan birga Ravencroftda o'tirgan. Ehtimol Thomas Warren Miles Warrenning otasi bo'lishi mumkin va Sony keyingi filmda buni ko'rsatishardi va aynan u Gwen klonini yaratishi mumkin edi. Gwen bilan birga Norman Osborn ham qaytarilishi mumkin edi. 3-qismda odamlarni tiriltiradigan texnologiya paydo bo'lishi rejalashtirilgan edi. Norman qaytganidan keyin katta mutantga o'xshab ketardi. Alternativ ssenariylardan birida ushbu texnologiya yordamida Peter nafaqat Gwenni, balki uning otasini ham tiriltirishi mumkin edi. Bu syujet film uchun alternativ yo'nalishlardan biri bo'lgan. Ushbu videoni montaj qilayotganimda bir tanish odamni ko'rib qoldim. U Marvel kino olamida Vedushi sifatida tanilgan. U Marvel kino olamidagi seriallarda va O'rgimchak odam filmlarida paydo bo'lgan. Yuzidan multiolamda barcha Vedushilar bir xil ko'rinishda bo'lar ekan. Bu sahnada Normanning qo'llari titrayotganini ko'rishimiz mumkin. U bu haqda avvalroq o'g'liga aytgan edi. Bu ular oilaviy kasalligining dastlabki simptomlaridan biri. Filmda Felicia Hardy paydo bo'ladi. U qora mushuk nomi bilan tanilgan. U o'g'ri va O'rgimchak odamning sevgan qizlaridan biri.
Sony ikkinchi qismda kelajakdagi voqealarga jiddiy tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Shu sababli filmda O'rgimchak odammi komikslaridan juda ko'p qahramonlar paydo bo'lgan. Ular ham Marvel kabi o'z kino olamini qurmoqchi edi. Har xil qahramonlar haqida alohida filmlar bilan. Filmda aslida yanada ko'proq qahramonlar bo'lishi mumkin edi. Masalan, Mary Jane, uni Shailene Woodley o'ynagan. Internetda Peter bilan suratga olingan ko'plab fotosuratlar bor. Bizga filmda u shunchaki qo'shni qiz sifatida ko'rsatilgan bo'lishi kerak edi. Gwen va Mary Jane hatto uchrashishlari kerak edi. Ammo rejissyor Mark Webb bu sahnalarni kesib tashlagan. Chunki u Peter va Gwen o'rtasidagi muhabbatni muqaddas deb hisoblagan. Agar ular boshidan yangi sevgi haqida ishoralar berishganda, bu aloqa bunchalik muqaddas ko'rinmasdi. Va o'ylaymanki, bu juda to'g'ri edi. Gwen hali o'lishga uspet qilmagan, u esa allaqachon qadaqadir qiz bilan jilmayib turibdi. Bu to'g'ri emas deb o'ylayman. Felitsiyadan tashqari filmda boshqa mashhur o'rgimchak odam qahramonlariga ishora qiluvchi detallar ham bor. Dr. Morbius, Venom, Dr. Connors, Avstraliya degan fayl ko'rsatiladi. Bu esa Kraven ovchiga ishora bo'lishi mumkin. Filmda Dr. Kafka bor. Komikslarda ham shunday nomdagi doktor bo'lgan, faqat u ayol edi. Komikslar fanati Gwen final jangda qanday kiyimda bo'lganini ko'rib, bir narsani sezgan bo'lishi mumkin. Komikslarda o'lgan kunida xuddi shu kiyimda edi. 3-qismda Sony Gwen ishtirokidagi flashback sahnani ko'rsatishi mumkin edi. Unda Peter bilib qolardi. U o'sha kuni shunchaki qizni emas, undan ham ko'proq narsani yo'qotgan edi. To'satdan ma'lum bo'lardi Gwen homilador bo'lgan. Sony qo'rqqan bo'lsa ham bu syujetni ular baribir 3-qism uchun ko'rib chiqqan. Internetda filmning oxirini alternativ kadrlari bor. Unda Peter Gwen o'lganidan so'ng Gary Osbornni juda qattiq urib tashlaydi. Shaxsan menimcha bu sahna filmda qolishi kerak edi. Chunki o'rgimchak odam har doim o'zining qahramonligi bilan tanilgan bo'lsa ham, muhim lahzalarda bizga har doim shuni ko'rsatishgan. U oddiy odam. Bu mukammal Kapitan Amerika emas, bu shunchaki yosh yigit. Qanchalik charchamasin, qanchalik qiynalmasin, u doim baribir yaxshilik qilishga kuch topadi. Va bu sahna ko'rsatardi qanchalik Peter kuchli odam. Hatto Peter Goblinni yutganidan keyin ham Gary va Fierce birga yovuz oltilikni yig'ishni boshlaydi. Albatta, birinchi ishtirokchi bu Garyni o'zi, ya'ni Yashil Goblin. Ikkinchi Dr. Otto Octavius. Uchinchi Stereotnik. To'rtinchi Nasarok. Beshinchi ehtimol Kraven ovchi, chunki titrlarda uning logotipi bor edi. Oltinchi esa Chameleon, uning logotipi ham titrlarda bor edi. Siz chiqqan Sony fayllariga qaraganda, ular 3-qismini 16-yilda, 4-qismini 18-yilda chiqarishni rejalashtirgan. Hali ham umid qilamanki, Sony qasosxo'rlar oldidan keyin O'rgimchak odam 3ni Andrew Garfield bilan taqdim etishadi. Axir buni hamma xohlaydi. Bundan tashqari Venom, Yovuz oltilik, Qora mushuk va hattoki Xola May haqida serial yoki film ham bo'lishi kerak edi. Qayta aytib chiqaman, ular Marvel kabi kino olamini yaratmoqchi edi. Bundan tashqari Sony Miles Morales haqida ham serial ishlab chiqishni rejalashtirgan edi. Film Nasarok va O'rgimchak odam o'rtasidagi jang bilan tugaydi. Bu haqda Peter keyinroq Uyga yo'l yo'q filmida aytib beradi. Va albatta yurakni ezadigan sahna. Peter uyga yo'l yo'qda Mary Jane'ni qutqaradi. Lekin keyin yig'lavoradi, chunki o'z sevgilisini xuddi shunaqa situatsiyada qutqara olmagan edi. Shu bilan tahlil tugadi. Videoga like bosing, kanalga albatta obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Va albatta Comic-Conga keling. Siz bilan har doimgidek Tony Karkada. Ko'rishguncha. And you don't stop. Sure shot. Go out to the parking lot and you get in your car and you drive real far and you drive all night, then you see a light. Comes right down and lands on the ground and out comes a man from Mars and you try to run but he's got a gun and he shoots you dead and he eats your head and then you're in